Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Gruppamiz a'zolari bog'dorchilik va uzumchilik yo'nalishidagi gruppa va kanallarimizda faol ishtirok etayotgan, ayniqsa yangi bog'dorchilik va uzum yetishtirishni o'rganayotgan yurtdoshlarimiz hamda yosh bog'bonlarimiz uchun shu video muloqotlarni tashkil qilganmiz. Bu video muloqotlar davomida respublikamizni va O'rta Osiyo davlatlaridagi eng tajribali bog'bonlarni, agronomlarni, mutaxassislarni taklif qilib boramiz va shu sohada eng ilg'or agrotexnik tadbirlarni, katta tajriba natijasida olingan bilim va ko'nikmalarni sizlarga taqdim etishadi. Maqsadimiz O'zbekistonda va O'rta Osiyoda bog'dorchilikni, uzumchilikni, sitrus mevalarini yetishtirishni va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni rivojlantirish, shu qo'shni davlatlar bilan va xorijiy davlatlarda faoliyat olib borayotgan agronomlar, mutaxassislar, bog'bonlar bilan mustahkam o'zaro aloqalarni amalga oshirish va natijada yuqori hosil olib, O'zbekistonni ichki bozoriga va tashqi bozoriga yuqori sifatli mahsulotlarni yetkazib berishda hamda yurtimizda qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirishga o'zimizni hissamizni qo'shishimizdan iborat. Uzum yetishtirishda juda ham katta tajribaga ega bo'lgan bir qancha xorijiy davlatlarda yetishtirilayotgan uzumlarni o'rganib, mahalliy iqlimga moslashtirib, yaxshi hosil olayotgan va uni agrotexnikasini o'rganib, ko'chatlarini ko'paytirib, bog'bonlarga yetishtirish uchun taqdim qilayotgan ustoz, yaxshi agronom, yaxshi bog'bonlarimizdan ko'p tavsiyalarni berganlar. Shu bir necha onlayn video muloqotlarda doim qatnashib kelyaptilar va ularni eng asosiy tavsiyalarini hamda ko'pchilik ishtirokchilarimizni savollariga berayotgan javoblarini to'plab bugun havola qilyapmiz. Maqsadimiz eng yaxshi agrotexnikani, yaxshi tajribalarni o'zingizlarda joriy qilib turib, yaxshi hosil olishga erishishdan iborat. Yana keyingi video efirlarimizda albatta ekspert sifatida taklif qilamiz va sizlarni qiziqtirayotgan savollar bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini berib boradilar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun mana mehmonda taklif etganmiz. Birlari hammamiz yaxshi taniydigan Qrimdan Rustam aka, sizda demak ko'p ma'lumotlar bor. Sizdan olishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ko'p. Assalomu alaykum ustozlar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Qozog'iston Respublikasi Turkiston shahridan alangali salom ustozlar. Rustam aka, sizga savolim bor edi. Bizda Qozog'istonda, Turkistonda uzum yaxshi soladi-da, ko'p soladi, lekin shu yozning o'rtasiga borgan vaqtida uzum kasallanib oqib ketadi. Faqat meniki emas, hammasida shu kasallik bor. Shuni bahordan boshlab dori sepib turish kerakmi? Shu pishgancha nima qilish kerak? Shu haqida javob bersangiz iltimos. Javob shu, katta rahmat. Birinchidan qaysi kasallik bo'lishiga qaramasdan, hamma kasallikni umuman olsak, kasallik oldini olish oson. Kasal bo'lgandan keyin uni davolash ba'zi bir kasalliklarda umuman davolab bo'lmaydi. Shu nisbatan ruschasiga aytgandek profilaktik обработка deyiladi. Bu demak, uzumingiz shu ko'rinishi ham sog'lom bo'lsa ham, baribir shu grafik bo'yicha profilaktika dori sepib turish kerak. Asosiy mana shu kasalliklar bor. Endi uzumda eng ko'p kasalliklardan birlari
oidium, mildiu, antraknoz hamda har xil gnil bor. Gnil degani bu endi chirikligi 10 turli gnil bor. Belaya gnil, chornaya gnil, seraya gnil deyiladi. Umuman mana shu kasalliklarni oldini olib dori sepish kerak. Bu endi qaysi paytda dori sepiladi? Hozir masalan qish davrida yoki erta bahorda kurtaklar uyg'onmasdan oldin tanasiga, demak zangiga mis mis preparat nimasida bu med kuparoz ishlatish mumkin 3%lik. Keyin железный kuparoz bor, temir kuparoz bu 5%likgacha ishlatiladi. Hamda isobor 5%lik isob ishlatish mumkin. Keyin uzum rivojlanib boshlagandan keyin o'tgan yilgi bo'lgan kasalliklaringizga qarab shu preparatlarni ishlatish kerak bo'ladi. Men shaxsiy 3-chi, 5-chi barg katta bo'lib rivojlangan paytida bu birinchi обработка qilinadi. Bu yashil barglaridan. Shu paytda men bakoviy smes deyiladi, bu dori sepiladiganga oidiumga qarshi preparat qo'yaman, mildiga qarshi preparat qo'yaman, hamda insektisid qo'yaman. Har xil hasharotlarga qarshi. Mana shu 3 xil preparatni olib 3-chi, 5-chi yaxshi rivojlangan bargga bo'lgan paytida dori sepiladi. Keyin ikkinchi marta dori sepishda bu gullashdan oldin. Mana endi uzum har xil navlar bo'lishi mumkin. Uzum bog'ida mana eng birinchi uzumni hosili gullab boshlagandan keyin albatta buni dori bilan sepish kerak. Chunki uzum gullagan paytida umuman hech qanaqa dorilar sepilmaydi. Shu sababdan endi guldan ayriladigan paytda, mana shu endi gullaydigan paytda yana shu oidium, mildiu hamda insektisid, har xil masalan listavertka, boshqa hasharotlarga qarshi dori sepiladi. 3-marta gullab tugadi, shu no'xtga o'xshagan paytida 3-marta yana mana shu preparatlarni. Endi preparatlarning har xili bor. Masalan, oidiumga qarshi har xil preparatlar bor. Masalan, tapas, falcon, unga o'xshaganlar. Endi bitta dorini aytish kerakki, dori albatta original bo'lishi kerak. Hamda uzumga hamda hamma narsalarga dorilar sepgan paytda albatta uni to'g'ri ishlatish kerak, hamda to'g'ri vaqtda ishlatish kerak. Birinchidan preparatingiz original bo'lishi kerak. Agar preparat original bo'lmasa, undan effektni kutmaysiz. Ikkinchi marta dori sepish paytida bu endi to'g'ri sepish kerak. Masalan, 2 xil preparatlar bor. Fungitsid bor. Fungitsid degandan keyin sistemli preparat bor, hamda bu kontaktli preparat bor. Sistemli preparat degan narsa bu uzumni bargi orqali uzumni ichiga kirib ketadi, hamda ichidan ishlaydi. Kontaktli preparat qaysi tomoniga tegsa, shu tomonidan ishlaydi. Endi ko'pincha yangi zamonaviy preparatlar, ko'pisi sistemli preparatlar, uni to'g'ri qilib ishlatish kerak. To'g'ri qilib ishlatish degandan keyin kunni ichida to'g'ri temperatura bo'lgan paytda sepish kerak. Sizni vazifangiz mana shu sistemli preparatni uzum bargi tagidagi bo'lgan ustitsa deyiladi, mana shu ochilib yopiladi. Uzumni bargi tagi tomonidan shu uzumni uzumni ichiga kirgizish kerak. Shu narsalarga keyin ob-havoga qarash kerak, albatta tashqaridagi bo'lgan namlikka qarash kerak. Uzum bargini ustida kamida 2 soat tomchilagan sifatda preparat turish kerak. Shu tomchilik suv orqali ichiga kirib ketadi. Agar siz bu dorini sepsangiz, ob-havoda juda qattiq shamol bo'lsa yoki juda qattiq issiq bo'lsa, preparat dori qurib ketadi. Siz chemalagan miqdorda, masalan, dozada bu dorining ichiga kirmaydi. Keyin siz dorini sepdi deb o'zingizni nima qilasiz? Bo'ldi deb dori himoya qiladi deysiz, lekin o'zingizni aybingiz bo'lib, noto'g'ri ishlatgan bo'yicha dori effekt bo'lmaydi. Keyin mana shu kasallik rivojlanib ketadi. Bu endi 3 ta обязательный обработка deyiladi. Bu обязательно qilinadi. Endi har xil bir preparatda dorining ustida 2 xil asosiy nimasi bor. Birinchisi bu uzumni himoya qiladi. Endi uzum haqida gap ketyapti. Ikkinchisi srok ожидания deyiladi. U srok ожидания degani bu dorini sepgandan keyin bu yemishni yeb bo'lmaydi. Bu demak nima demoqchiman? Masalan, tapas, falcon, boshqa preparatlarda nimalarda sepgandan
masalan tapazni sepgandan keyin 25 kun, agar adashmasam nimalarni o'qish kerak, 25 kun bu dorini sepgandan keyin hosilini yeb bo'lmaydi. Nima demoqchiman? Uzumni hosili pishishdan 1 oy oldin kamida mana shu preparatlarni ishlatish mumkin etilmaydi, man etiladi. Demak, bu paytda biologik tomondan preparatlarni ishlatish mumkin. Albatta bu narsalarga ahamiyat berish kerak. Abdulvahid hoji aka kirdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoji aka, yaxshimisiz? Hamdalaring. Sog'misizlar? Xonadonlar, Rahmat. bolalar yaxshimi? Xudoga shukr. Charchamayapsizlar. Xursandmiz Rustamjon, sizni kirganingizdan ham. Avatarda mana hoji aka tajribasi bor. Nechi foiz hoji aka ko'kladi? Endi primerni aytsangiz. Xo'p, biz Rustamjon, bizda mana hosili to'g'risida ham juda tortishuvlar ko'p bo'ldi. Kam hosil ekan, kichkina hosil ekan deyishdi. Men sinab ko'rdim. Ana shu 2 voshli avatarni 1 voshini olib tashlab, 1 voshini tarbiya qilsangiz, faqat gullamay turib uzish kerak ekan. Voshi ko'rinishi bilan o'sha 1 vosh kichinasini uzib tashlaversangiz, o'sha narigini quvvatini 2-chi voshga berib, 2-chi voshlari shunda olib borsak, kamerada yuzimiz to'sib qoldi. Buni yaxshi qarasa, o'g'itini bersa, voshi ham katta bo'lar ekan, doni ham katta. Keyin mazasi ham o'sha yaxshi qaralgan uzumniki qarsilloq zo'r bo'lar ekan. Buni endi bitta kamchiligi shu oxirida biz alijicha saqlaymizni ushlab qolamiz-ku. Shunda sal 1-2 suvdan qolsa sal taxirlik paydo bo'lib qo'yapti bizda. Bu men narigi tepadagi bog'imda ham shu kuzatildi, pastdagi bog'imda ham. Misol, toshloqda ham ashna bo'ldi. Keyin pastdagi yerimda endi buna bo'lmasa kerak, bunaqa namgarchilik yaxshi yerda yurdim. Erta meni oxirida sal taxirlik paydo bo'ldi. Lekin toshloq yerda taxirligi ko'proq bo'lar ekan. Nimaga siz tayida namlik yetmay, suv yetishmasda. To'g'ri aytdingiz. Endi hoji aka, bu qarang, nima desam, avatarda shu taxirligi aslida po'stlag'ida bor, lekin texnologiyasiga qarab yoki bu taxirlik umuman sezilmaydigan darajada olib keltiradi yoki taxirlik ortiqcha bo'lishi mumkin. Yana taxirlik bu paydo bo'lishiga tuproqni nimasi ham borda. Masalan, men yana takrorlayman, aytaman, barisfen degan nav, masalan, ko'pchilik joyda hech qanaqa taxirlik sezilmayapti. Lekin men masalan, meni tuprog'imda, meni sharoitimda taxirlik kuzatilyapti. Bu demak nima demoqchiman? Tuproq, meni sharoitim barisfen degan navga mos kelmadi. Endi avatar masalan bitta joyda shunaqa kuzatilsa, boshqa joyda boshqacha kuzatilishi mumkin. Suvni balansiga ahamiyat berish kerak. Agar pishgan paytida shu suv balansi kam bo'lsa, taxirligi juda ko'p seziladi degan narsa bor. Rustamjon, to'g'ri, sizni fikringiz to'ppa-to'g'ri. O'sha biz uzum rosa yetilib, sentyabr oyida yesangiz qarsilloq, mazasi zo'r, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Keyin biz undan keyin suv qo'ymaymiz-da, uzumlarni kaltaga pishish kerak. Juda yaxshi fikrlar bo'ldi, ustozlar. Ajoyib fikrlar, rahmat. Meni ham savolim shu Kober haqida edi. Yana qo'shimcha savol bermoqchi edim. Kober 5BB deganda asosan shu haqida ketdi gap. Lekin So4 degan sorti ham bor ekan buni. Shuni farqi nimada? Shuni savol bermoqchi edim. Qarang, umuman payvandaklar hozirgi zamonda 100 dan ortiq navlar bor. 100 dan ortiq. Endi Qrim sharoitida, shu SSR davlati paytida 8 xil payvandak tavsiya qilingan Qrimda sharoitiga, tuproqlariga. Lekin ularda ichida eng ko'p rivojlanganlari mana shu Kober 5BB bo'lgan. Hamda Kober 5BB universal podvoy deb hisoblayman. Meni nimamga og'ir tuproq, mana shu loy, boshqa joylarga moslashgan. Endi masalan Kober 5BB bu
bitta SO4 degani bu boshqadan. SO4 degani qarang, ikkovini bir-biriga yoniga qo'yib qarayman desangiz, Cobra 5BB kuchli o'sadi, SO4 ham kuchli o'sadi. Cobra 5BB ohakka yerda tuproqni tagida 20% ohak bo'lsa, bu xloroz bo'lmaydi. 20% ohakni ko'taradi. SO4 bo'lsa bu tomondan 17% deb ko'taradi. Assalomu alaykum. Ustozlar, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan chiqyapman sizlarga. Tepada savol javob bo'ldi qora kishmish haqida. Qora kishmish asosan mayiz uchun ishlatiladi, ustozlar. Mayiz deganda bizaga hozir BRICS'ni ko'tarish uchun qanday usullardan foydalansak bo'ladi? O'sha shakarlik miqdorini ko'tarish uchun qora kishmishda. Bargdan va tomirdan. Oziqa qanaqalardan bersak bo'ladi? Endi qarang, har xil shakar, bu endi uglevod, kraxmal, boshqa narsa, nimasi fruktoza degan narsa, hamma narsa uzumni bargidan kelib chiqadi. Fotosintezga bog'liq. Bu demak, endi fotosintez, masalan, 100 ta element ishlab chiqarsa, endi 100 ta hosil qilsak, har biriga birorta uglevod keladi. Bu demak, shakari o'zi ko'paytirish uchun, demak, hosilini kamaytirasiz. Lekin oddiy uzum, masalan, 25 BRICSga yetadigan bo'lsa, o'zi vaqt soatiga kelib 25 BRICSdan ortiqcha bo'lmaydi. Uzum keyin pishib, furushga kelganda, quriydigan paytida namlik qochib ketsa, hosilida shu paytda BRICS ham kattalashadi. Xullas, hosilini kamaytirsangiz, keyin BRICS baland bo'ladi. Endi qarang, 25-30 hosil mo'ljallangan narsaga 40 kilo agarda uzum ko'proq qo'ysangiz, u paytida BRICS shakari ortiqcha baland bo'lmaydi. Lekin mana shu 25 kiloga siz 15 kilo qilib qo'ysangiz ham baribir uni shakari определенный momentga kelib undan ortiqcha bo'lmaydi. Lekin 25 kiloga nisbatan tezroq shakar oladi. Sortiga ham bog'liq. Efirda ishtirok etganinglar uchun katta rahmat. Demak, ko'pgina yangi o'rganayotgan bog'bonlarga va ayniqsa yosh bog'bonlarga bu juda ham zo'r motivatsiya bo'lyapti, juda ham ko'p yaxshi maslahat bo'lyapti. Bugungi efiri boshidan boshlab aytayotgan ishimiz asosiy, demak, urg'u berilayotgan narsa shuki, O'zbekistonda mevalik bog'larni va qo'shni davlatda ham, O'rta Osiyoda ham va Rusiyada sizlarda ham sifatli mevalarni, sifatli uzumlarni yetishtirib, ham ichki bozorimizni, ham tashqi bozorga O'zbekistonda eng shirin mahsulotlarni yetkazib berishdan iborat. Ham zararsiz bo'lsin, ham shirin bo'lsin, ham buni O'zbekistonda brendi bo'lsin. Shu bizni davlatlarimizda yetishtirib chiqildi, O'rta Osiyoda deyildimi, shunga turna qator o'tirib navbatda turib olsin shu mevalarni. Natijada ularni yetishtirgan bog'bonlar, uzum yetishtiruvchilar, dehqonlar boyisin. Yana ham yangi texnologiyalarni ishga tushirsin va ko'p daromad olsin. Oxir oqibatda butun xalqimiz boyisin. Rivojlanish bo'lsin. Sizlarning ishtirokinglar uchun katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi nasib bo'lsa, mavzularimiz ham juda ham qiziqarli, yaxshi bo'ladi. Hammanglarni kutib qolamiz. Haftangiz boshlanayotgan haftangiz barakatli bo'lsin. İşlaringizda rivoj, tanangizga sihatlik, xotirjamlik, oilangizda barakat qo'ngan bo'lsin. Hammalaringga ko'zlaringga nur, aqliy teranlikni ato qilsin Xudoyim. Hammangga rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p.